Qizlar judayam suxoy va suvsiz quruq terini yuzni uy sharoitida yaltillatishni o'rganamiz birgalikda. Faqatgina qizlar juda quruq va suvsiz bo'lgan terini yaltillatish juda qiyin. Chunki o'zim suvsiz va quruq teri sohibiman, shuning uchun aytyapman. Shuning uchun professional mahsulot bilan qilamiz. Oddiy mahsulotlar bilan men chiqara olmayapman bunaqa yaltillash effektini. Demak, tozalangan, yuvilgan, oddiy suvda yuvilgan yuzni Eclat du Teint brendidan pilinglab olish uchun terini pilingga tayyorlab beruvchi maxsus tatir pilingimiz bilan terimizni pilingga tayyorlab olamiz. Qaranglar, bu birinchi bosqich. Demak, artib oldim. Bir xillarini mana shu dahan qismi qop-qora bo'ladi qizlar. Uni ketkazish juda qiyin. Doim o'rgataman mana shunaqa oqartiruvchi, aynan bu pilinglarda, chunki oqartiruvchi ham bor. Yaxshigina terini yangilaydi. Tez uy sharoitida har haftasida iloji bo'lsa 3 kunda bir yengil yumshatuvchi qo'yib, keyin ustidan AHBH kislotalaridan домашний uslubda ishlatish mumkin bo'lganlaridan ishlatib yuringlar. O'shanaqa mana shu dahan qismi qorayib yuradiganlar. Demak, artib oldik. Bu birinchi qadam. Demak, ikkinchi qadam. Endi yuzimizga to'g'ri keladigan laktat pilingi, ya'ni sut kislotasi bor. Quruq va suvsiz yuzlar uchun to'g'ri keladigan, albatta, Eclat du Teint brendidan piling. Все сезонный. Bu hamma faslda mumkin bo'lgan turi. Shilishini bermaydi. Demak, albatta patsientga perchatka bilan ishlaymiz. No, menga hozir qo'l bilan ishlash qulay o'zim uchun. Bu menga qulay. Demak, qaranglar. Bu ikkinchi qadam qizlar. Mana shu professional mahsulotlarni olib, uyinglarda o'zingizlar ham professional premium kачествоda yuzinglarni oqartirib, yaltillatib yurishinglar mumkin. Demak, uzog'i bilan 2 daqiqa kutamiz endi. Tak, 2 daqiqa. Buni yuzimda kamerada qaranglar, toza, tiniq kamerada olyapman, что sizlar original holatda effektini по faktım ko'rishinglar uchun qizlar. Boshida meni yuzimni ko'rdilaring. Demak, ikkinchi qadamda buni surtdim. 2 daqiqa kutamiz. Ozginagina chimirlash, jizillashga o'xshagan bir narsalar bo'ladi. Bu norma. Demak, piling o'z vaqtida, o'z joyida ishlayapti deganim. 2 daqiqadan keyin yuzni yuvmasdan turib nima qilishni o'rgataman. 2 daqiqa o'tguncha biz nima qilamiz? Qaranglar qizlar. Tak, idish, shotka olamiz. Eclat du Teint brendidan imенно intimka, bu juda ham chувствительный ko'zalarga ham to'g'ri keladi. Bitta yuzga yarashasini olamiz. Примерно yarim choy qoshiqdan ham даже kamroq. Ko'rdingizmi? Demak, mana shu intimkadan ishlatdim. Bu chувствительный ko'zaga ham tushadi. Endi ozginagina toner professionalniy toner. Eclat du Teint brendidan toner. Biz buni yaxshilab ko'pirguncha aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Ungacha yuzimizdagi pilingga ham 1-2 daqiqa bo'lib qoladi. Yaxshilab ko'proq aralashtiramiz. O'shanda tuxumni oqiday ko'pik hosil bo'ladi va umuman mana tushmaydi. Qizlar ko'ryapsizlarmi? Tushmaydi. Oqib ketmaydi. Salgina ko'proq vaqt ketsa ham yaxshilab aralashtiramiz. Buni hamma qilsa bo'ladi. Juda razyatsiyali yuzlar, razyatsiyasi bor, juda chувствительный ko'zalar albatta mendan maslahat so'rab qolinglar. No, qolgan hamma suxoy ko'za, jирный ko'zalar вообще tez tursa bo'ladi. Kombinirованный norma holat. Bu polni yuzingizni yangilab, yaltilatib beradi. Har haftada bir marta qilsangiz bo'ladi.
Qaranglar qizlar, qanaqa narsa hosil bo'ldi. Ko'rdingizmi? Yuzimizda уже 2 daqiqa o'tdi va biz buni surtamiz. E'tibor qilinglar, men pilingni yuvmasdan buni ishlatyapman. Demak, endi qo'limiz bilan chorniy tochkalar qayerda ko'p yig'iladi, burun atrofida ko'proq ishqalaymiz burunni. Mana shu peshonada, mana shu iyakda. Mana bu tomonlar juda nozik yuqa bo'ladi, ko'z atrofi yuqa bo'ladi. U zonalarga uncha ko'p bosim berish, ishqalash mumkin emas. Yengil bo'ldi. Mana shu joylarda beramiz. Burunda yaxshilab beramiz. Mana yaxshilab ishqalash beramiz. Endi men o'ranganman qizlar. Shuning uchun ko'p yaxshi sizlarga ko'rsata olmayman, lekin yaxshilab tushuntira olaman. Buni ro'molinglarni yechib, ko'ylaginglarni bunday yengil narsa kiyib, zona dekolte qilinglar. Zona dekolte, yangilanish, oqarish. Mana endi qo'limizni suvga botirib, yana bir ishqalab turib, yuvib tashlaymiz. Men borib yuvib kelaman hozir. Yuzdagi yaltillashni, yangilanishni ko'rasizlar. Men borib yuvib kelaman hozir. Mana men yuvib keldim. Qizlar, yuzi yaltillashini qaranglar. Hali uvlajnitel hech narsa surtganim yo'q. Hech narsa. Yuzi yaltillashini qaranglar. Chunki quruq va suvsiz teri osonlikcha yaltillash qiyin narsa. Men sizlar bilan buni bo'lishdim. Qizlar, ana endi biz hozir nima qilamiz? Qarang. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Bu peeling bilan ishlayapsiz. Ikkita agressiv holat, ya'ni peeling qilyapsiz, uni ustidan yana emzimka, bu ham bir peeling, bu ham kislotniy. Shuning uchun ham e'tibor beringlar. 1 yoki 2 daqiqa. Undan ortiq turmaysizlar. Maslahat kerak bo'lsa yozasizlar. Обязательно va iliqdan yaxtayroq suv bilan yuvasizlar. Issiqqina suv bilan yuvmaysizlar. Qish bo'lgani uchun iliqdan yaxtayroq bo'lgan suv bilan yuzinglarni yuvasizlar. Chunki peeling bilan ishladilaring. Issiqqina suv mumkin emas. Men ko'rsatgan bu uxotni bemalol все сезоны, hamma sezonda qilsalaring bo'ladi. Yuzimda effekti yo'q, e'tibor beringlar. Hech qanaqa fon ishlatmayapman, что sizlar haqiqatni ko'rishlaring uchun. Mana yuz yaltiladi. Endi men uxot qilaman. Tak, demak, yuzimizni toner sepamiz. Toner namlantirib, oziqlantirib, pH balansni tinchlantiradi. Demak, hamma o'zini yuziga to'g'ri keladigan aynan tonerni ishlatishi mumkin. Demak, tonerni singitib yuboramiz yuzimizga. Singitib yuboramiz. Undan keyin yuzingizga to'g'ri keladigan любой namlantiruvchi, sovratga namlantiruvchi ishlasangiz bo'ladi. Agar sizda faqat namlantiruvchi bo'lsa, bemalol yuzingizga to'g'ri keladigan, yuzingizda bor bo'lgan любой namlantiruvchi bilan namlantirib olasiz. Namlantiruvchi tarkibida tinchlantiruvchi обязательно bo'lishi kerak, chunki siz peeling bilan ishladingiz, teringizni yangilab oldingiz. Buni har kun qilish mumkin emas, qizlar. Keyin bitta narsa, bu yengil домашний, professionalniy, premium kачестводagi chiska ham hisoblanadi, qizlar. Mana qizlar, premium kачество xohlaganlar, lekin kosmetologga kelib chiska qila olmaydiganlar, terini yangilatib, oqartirib, yaltillatib olmoqchisiz, lekin kosmetologga boshqa vaqtingiz yo'q. Mana shu mahsulotlarni olib, bemalol uy sharoitida, mana qizlar, yaltillab tursalaring, terini yangilab olish va yaltillash mumkin. Ana endi men yuzimga hozir yengil makiyaj qilaman, chunki men kun davomida endi ishga o'tiraman. Hozir makiyaj qilganimdan keyin ham makiyajni yotishini qaranglar, qizlar. Hozir ko'rsataman sizlarga. Makiyaj qilib kelaman. Yuz yonishini qaranglar, qizlar. Yuz yonishini qaranglar, qizlar. Yaltilladi, bez effekt, bez fon, hech narsasi mana. Mana qizlarjonlar, men makiyajlarimni qildim. Oddiy fonda olyapman buni ham. Qoshlarimni hech qachon bo'yamayman, bilasizlar. Qizlar, mana. Oddiy makiyajni ham unchalik o'tkir qilmayman. Yuz yaltillashini qaranglar, qizlar.
Chunki meni yuzimni yaltillash juda qiyinda. Ham suvoy, ham suvsiz. Mana qizlar, bemalol домашний uslubda, premium качествоda mana shunaqa teringiz zachistка plus terini yangilanish qilib olsalaring bo'ladi. Maslahat kerak bo'lsa, albatta yozasizlar, javob beraman. Qizijonlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosinglar. Sizlarning layklaring menga motivatsiya beradi, bundan ham yaxshi videolar chiqarish uchun va menga obuna bo'lishni unutmang, chunki bunaqa videolar meni gruppam, Instagram, YouTube kanallarimda talaygina. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.